O'zbek shou-biznesi olamining yorqin vakillaridan biri taniqli aktrisa Odina To'xtasinova 38 yoshda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. 26 fevral kuni 38 yoshni qarshilagan aktrisa, insta-bloger Odina To'xtasinova Sensiz, Sevgi, Shukrona seriallaridagi rollari bilan tomoshabinlar nazariga tushgan. Tibbiyot yo'nalishida tahsil olgan, saratonga chalingan, 10 dan ortiq besamar operatsiyalarni boshidan o'tkazgan aktrisaning hayoti va kinodagi faoliyatiga nazar solamiz. Bolalikdan tadbirkorlikni boshlaganman. Oilada to'ng'ich farzandman, singlim va ukam ham bor. Onam pedagog, dadam esa transport sohasi bo'yicha tahsil olgan. Beshariqda ko'p yashamaganmiz. Bolaligimning asosiy yillari Toshkentda o'tgan. Hovlimiz katta bo'lgani uchun onam ikkimiz makkajo'xori ekardik. Ularni o'zim pishirib, mahalla boshida domida yashaydigan ruslarga sotib kelardim. Tadbirkorlikka qiziqishim juda yuqori bo'lgan, shu bois ham ulg'ayib, kiyim-kechak biznesiga ham qiziqib qolgandim. Afsuski, karantin bilan bog'liq muammolar sabab bu sohadan ketishga majbur bo'ldim, deydi aktrisa. Hamshiralikni eplay olmadim. Oilamizga san'at begona, ammo buvim rahmatli bolaligimdan aktrisa bo'lishimni orzu qilgan, chunki maktab chog'larida san'atga juda qiziqardim. Ammo ota-onam san'atkor bo'lishimni istashmadi. Shu bois maktabni tamomlab hamshiralik bo'yicha tahsil oldim, ammo mutaxassisligim bo'yicha faoliyat yurita olmadim. Kollejni tamomlagach, bir muddat kasalxonada ishlaganman. Og'ir ahvoldagi bemorlarni ko'rib, ruhan qiynaldim. Shundan so'ng tibbiyot sohasida ishlay olmasligimni anglab yetdim, deydi aktrisa. Kasallik meni til o'rganishga undadi. Erta turmushga chiqqanman, ammo bundan hech qachon afsuslanmayman. Hozir 16 yosh o'g'illarim bor desam, ko'pchilik ishonmaydi. Birinchi o'g'limni dunyoga keltirganimdan so'ng menda o'simta borligi aniqlandi. Birinchi marta bu haqida eshitganimda shokka tushganman. Birinchi operatsiyani hech qanday narkozlarsiz amalga oshirishgan. Buning sababini so'rasam, o'simtani tiriklayin olishimiz kerak, uni o'stirib ko'ramiz deyishgan. U og'riqni so'z bilan tasvirlab bera olmayman. Ketma-ket 11 marta operatsiya bo'lganman. Oxiri kimyoterapiya olishim kerakligini aytishgan. Kimyoterapiya o'simtani quritgani bilan boshqa organlarga jiddiy shikast yetkazadi. Shu bois rozi bo'lmaganman. Xorijda davolanish istagi paydo bo'lgan. Undan avval ham koreys tiliga qiziqardim. Kasallik meni tilni yanada yaxshi o'rganishimga sabab bo'ldi. Tavakkal qilib, klinika bilan 18 ming AQSh dollariga shartnoma tuzib, Janubiy Koreyaga ketganman, ammo pulim ozligi sabab operatsiyadan bir muddat avval ishlashimga ham to'g'ri kelgan. Eng qizig'i, Koreya shifokorlari tekshirib menda besamar operatsiya o'tkazilganini aytgan. U yerdagi davolanishlarim samara bergan, tilni bilganim qo'l kelgan, qo'shimchasiga tajriba ham orttirib kelganman, deydi aktrisa. Tarjimonlik sohasidan aktrisalikka. Jamiyatda o'z o'rnimni topish uchun jiddiy intilganman. 2 yil davomida koreys tilini mukammal o'rganib, tarjimonlik faoliyatimni boshladim. Turli xorij firmalarida tarjimon bo'lib ishladim, ammo bolalikdagi san'atga bo'lgan ishtiyoqim so'nmadi. U paytlari yosh bo'lganmanmi bilmadim, TikTokka videolar olib joylardim. Men boradigan stilist, sizda qobiliyat bor, aktrisa bo'lishingiz kerak deb ko'p gapirardi. Tasodifni qarangi seriallarda suratga tushadigan aktrisa ham uning mijozi ekan. O'sha aktrisa sabab bo'lib kastinglarda ishtirok etib turdim. Ilk rolimni Davron Umarov rejissyorligidagi Jangovar qaynona filmida ijro etganman. Undan keyin Qadam serialida suratga tushdim. Garchi rollarim u qadar katta bo'lmasa-da, o'zim uchun juda qadrli, deydi aktrisa. Sevgi seriali va rejissyor bilan munosabati. Rejissyor Durdona To'laganova bilan tanishganimga Zarnigor G'aniyeva sababchi bo'lgan. O'sha paytda Durdona opa jurnalist serialni suratga olayotgandi. Zarnigor opa kichik epizod rol bor, o'ynab bera olasizmi degan. Tabiiyki, taklifni jon deb qabul qilganman va kichik rolim Sevgi serialiga taklif etilishimga sabab bo'lgan. Undan keyin Shukrona serialida asosiy rolni ishonib topshirishdi. Rostini aytsam, ilgari rol o'ynashni chiroyli kiyinib kadr oldida turish deb tushungan ekanman. Maryam roli orqali uning naqadar qiyinligini angladim, deydi aktrisa. Saratonni yenga oldim. Uydagilarga kasalligimni aytsam, bu rak bo'lib qoldi deb azovjib yuborishadi. Menga rahmlari keladi deb aytmaganman. 11 marotaba operatsiya bo'lgandan keyin charchadim. Har safar kelaman, xo'rozni so'ygandek so'yishadi, yana jo'natib yuborishadi. Operatsiya qildiraman, yana uyga ketaman. Bu narsa 11 marotaba takrorlandi. Narkozdan chiqar-chiqmas limon bilan
qatiq olaman, limonni shundoqligicha shimaman va bolalarimga qarashim kerak, ovqat olishim kerak deb uyga qaytaman. Doktorlar esa qozon tepasiga borma, quyoshga chiqma deyishardi. Bola tug'sang o'zi so'rilib ketadi deyishgani uchun ikkinchi farzandimni dunyoga keltirgandim. Ammo bunday bo'lmadi. Keyin chet elda tekshirtirsam mendan katta pul va vaqt so'rashdi. Ma'lum bo'lishicha bizning shifokorlar qayta kesaverib, a'zo ichini ham chandiq qilib tashlabdi. Xatoning ustiga xato bo'lavergan ekan. Koreyada operatsiyam uchun ishlab pul yig'dim. Onam 3 yoki 4 marotaba operatsiya bo'lganimni biladi xolos. Boshqalarini bilmaydi. Koreyada ham operatsiya kunim aniqlangan, ammo buni hech kim bilmaydi. Hech kimga ayta olmayman. Qo'rqmasdan 7-8 soatlik operatsiyaga kirganman. Nimadirlar ulashdi, narkozlar beramiz deyishdi, kindigingni kesamiz deyishdi. Operatsiyadan chiqsam pul faqat operatsiyaga yetibdi. 5-6 kun yotishga yetmadi. Pulim faqat 1 kunimga yetdi. U paytda esa men faqat uxlaganman. Ertasi kuni esa kasalxonada yota olmay uyimga chiqib ketdim. Endi og'riqni aytmay qo'ya qolay. Oldimda hech kim yo'q, menga qaraydigan bir mehribon yo'q. Og'riqdan dod deb yig'lab yubordim, deydi aktrisa bergan intervyusida. Og'riqdan dod deb nafas ola olmayman. Uyda hamma narsani turtib tashlayman. Butun tanam kesib tashlangan. Yana oldimda hech kim yo'q. Uning ustiga onam internetdan qo'ng'iroq qilaveradilar. Ko'ngillari sezgan shekilli. Onam chidolmay hozir seni qidiruvga beraman, elchixonaga boraman dedilar. Keyin Imodan qo'ng'iroqni ko'tardim. Onam esa meni Koreyaga olib ket, chidolmayman dedilar. Ona viza qila olmaysiz, kela olmaysiz dedim. Unda bu yoqqa kel dedilar. Men yura olmayman deb nafas ola olmaydigan darajada og'riqni his qildim. Koreyada bir oy toshbaqa sho'rva ichsang yaxshi bo'lib ketasan deyishdi. Doktorga pulim yo'qligi uchun dengiz bo'yida bir oy yashab toshbaqa sho'rva ichdim. U kuchli narsa bo'lganiga qon bosimim ko'tarilib ketdi. Bosh og'rig'iga esa chidolmayman. Suvning bo'yiga chiqib dod deb yig'lardim. Keyin baribir doktorga bordim. Toshbaqa ta'sir qilmabdi. Shundan keyin yana bir kichik operatsiya qildirdi va hozir yaxshiman deydi aktrisa. Oilasi va farzandlari haqida. Turmushga chiqqanmisiz? Biz sizni oila qurish ostonasidagi qiz deb o'ylagandik degan gaplarni ko'p eshitaman. Erta oila qurganim bois o'g'illarim ancha ulg'ayib qolgan. Katta o'g'lim Amirxon 16 yoshda, Temurxon esa 15 yosh. Turmush o'rtog'im oilaviy rasmlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashimni unchalik yoqtirmaydi. Ular san'atni tushungani bilan jahllari chiqadigan vaziyatlar ham bo'lib turadi. Chunki oxirgi paytlarda Shukrona serialining syomka jarayonlari 13-14 soat davom etyapti, ammo navbati bilan o'g'illarim men bilan birga syomka jarayonlarida ishtirok etishadi deydi aktrisa. Asosiy kasbimni davom ettiraman. Albatta asosiy kasbimni davom ettiraman, ammo san'atga ham shunchaki hobbi deb qarash niyatim yo'q. Hozir ham tarjimonlik bilan shug'ullanaman. Har kuni syomka yo'q, shu bois 2 eshkakni birdek boshqarishga harakat qilyapman deydi aktrisa. Bu yilgi tug'ilgan kunida aktrisaga o'g'illari katta guldastalar va qimmatbaho taqinchoq hadya qilishdi. O'zbek hamda jahon shou biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.